Assalomu alaykum. Bu videomizni o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz. Murojaat tushgan edi. Bu xonadondan kelib o'rgansak, 2 farzand yashayapti bu joyda. Otalaridan ayrilgan Diyorbek va Shahriyor. Mana shu farzandlarni hozir kelib uylarining sharoitini o'rgandik. Bitta narsaga e'tibor bering, qarang, uyda atrofi o'ralmagan. Qanday yordam beraylik desak, bu xonadon aytdiki, birinchi o'rinda atrofimizni iltimos o'rab beringlar. Mana bu joyga bitta darvoza qo'yamiz, atrofini o'raymiz. Nima uchun? Chunki ovloq joy ekan. Kechasi bu joylarda o'sha yirtqich, chiya bo'ri deydi, shunga o'xshash hayvonlar kelyapti ekan. Tashlandi o'sha ovqatlarga, o'sha po'choqlarga yegani kelyapti ekan. Qarang azizlar, qanday joyda, qanday sharoitda yashayapti bizning farzandlarimizda. O'z issiq joningizga o'ylab ko'ring, mana siz qanday sharoitda yashayapsiz. Shuning uchun bu oilaga birinchi o'rinda atrofini o'rayapmiz. Bizga yordamingiz kerak, bizga darvoza kerak hozir. Sement mahsulotlari, undan tashqari oilada kamchilik ko'p. Uylari bor to'g'ri, lekin mana sahnlari tashlandi ahvolda. Uyda isitish tizimi umuman mavjud emas, hammom yo'q. Juda avariyli holatda yashashyapti. Shuning uchun biz kichik bo'lsa da mana shu xayriya ishni boshladik. O'ylaymanki, biz bilan birga bo'lasiz. Keyingi istoriyamizda plastiklarimiz turibdi, telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Baholi qudrat Alloh qodir qilgancha ihsoningizni tashab bering. Biz o'z o'rniga sarflaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hech qachon unutmang, bir hadis qulog'ingiz tagida doim jaranglab tursin. Ana va kafirul yatim hakaza fil jannah. Men va yetimga kafil bo'lgan inson mana shu ikki barmoq va misoli jannatda birgaman dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Mana shu hadis bizga doim ruh, mana shu hadis bizga doim kuch-quvvat berib turadi. Sog' salomat bo'ling, biz ishni, xayrli ishni boshladik. O'ylaymanki, biz bilan birga bo'lasiz. Keyingi istoriyalarimizda plastiklarimiz turibdi. Ihsonlaringizni kutib qolamiz.